Bu meni shaxsiy fikrim. Ovqat yegan inson ovqat yeyish kerak, u yig'ishtirgan inson u yig'ishtirish kerak, ishlagan inson ishlash kerak, televizor ko'rish vaqti kelgan bo'lsa televizor ko'rish kerak. Biz insonlar hozir shu onda nima qilyapmiz? Biz ishlaganimizda xayolimiz boshqa joyda. Keyin esa biz xatoliklarga yo'l qo'yapmiz va o'zimizni kattamizdan gap eshityapmiz. U yig'ishtirganimizda esa xayolan boshqa joyda va biz bir ikkita joylarda yig'ishtirmay qolyapmiz. Turmush o'rtog'imizdan gap eshitamiz, qaynatamizdan gap eshityapmiz. Ovqat yeganimizda esa xayolimiz boshqa joyda. Yonimizda telefon bor, qo'llarimiz esa telefonda. Hattoki bizning oshqozonimiz qanday ovqat yeyapti, u ta'mini ham tushunmay qolyapti. Keyinchalik esa oshqozonimiz xasta, ongimiz past, ko'zimizda nur yo'qolgan. Biz insonlar o'zimizni saqlamayapmiz. Biz insonlar o'zimizni kasallikka duchor qilyapmiz va shu kasalliklarni chaqirib olyapmiz.